UzCard yoki Humo terminaldan chiqqan RRN nomerda kassa apparatga urish. Продажа. Ming so'mlik, misol uchun 1000 so'mlik savdo qilganmiz. Aplatitni bosamiz. Xo'sh, naqdsiz to'lovga kiramiz. Xo'sh, chip karta RRN nomer degan joyiga shu nomerni yozamiz. 02 68 24 32 85 22 85 22. Mana shu ikkita nomer bir xil bo'lishi kerak. Keyin сохранить qilamiz va закрыть chek qilamiz.